Assalomu alaykum, Akfa eshik rom obunachilarimiz. Mana biz hozir Dang'ara tumani Oqtepa qishlog'iga eshik va romlarimizni tayyorlab kelganmiz. Hozirgi mijozimizda 5 ta eshik, 5 ta rom va 2 ta fortichka yasab kelganmiz, tayyorlab ularni. Hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. O'rnatish jarayonlarini siz bilan birga kuzatib boramiz. Hurmatli obunachilarimiz, bizda o'rnatgan eshik romlarimizni ko'rishingiz mumkin. Obunachilar, romlarimizda 2 qavatli oq pilis oq oynalardan joylashtiramiz. Akfa profillaridan Aldox 1 oq materialdan ishlatganmiz. Obunachilar, eshiklarimiz ochilib yopilishiga baho berishingiz mumkin. Hammasida Akfa logotiplari va komfort zamoylardan foydalanganmiz. Bu sizning eshigingiz sifatli xizmat qilish uchun yordam beradi. Obunachilar, biz qilgan jami ishlarimiz 5 ta eshik, 5 ta rom, 2 ta hammom eshik va 2 ta fortichkamiz joylashtirib bo'ldik. Bu barchasi klientimizga 11 million 200 ming so'mga to'g'ri keldi. Agarda sizga ham quyidagi eshik va romlardan o'rnatish istagingiz bo'lsa, quyidagi nomerlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin.